Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz foydalanuvchilari. Bugun sizlarga 5 million prompt sertifikatini olishni bugun ko'rsatib o'tamiz. Bugun darsimizda buning uchun Brave brauzer kerak bo'ladi. Bu brauzer ustiga kiramiz. Home Studio deb yozamiz. Tizimga kirish ustiga bosamiz. Bugun parol. Ro'yxatdan o'tish ustiga bosamiz. Ro'yxatdan o'tsak, pasport orqali, metrika orqali. Metrika orqali seriyasini, raqamini, tug'ilgan yilini kiritamiz. Demak, kiritish boshlanadi. Ro'yxatdan o'tishda endi foydalanuvchiga nom beramiz, parol qo'yamiz, 8 ta belgidan kam bo'lmasligi kerak va keyingisi tugmasini ustiga bosamiz. Telegram orqali botdan bizga kod keladi. Brave brauzerning qulayligi shundaki, tezroq botdan kod olishga imkon beradi. Telegram botga o'tish. Start ustiga bosamiz. Kod berdi. Kodni kopiya qilib robot emasligimizni tasdiqladik, yuboramiz. Muvaffaqiyatli bajarildi. Tizimga kiramiz. Kurs mazmuni 4 ta kursdan iborat, moduldan iborat. 4 ta modulda videolar bor, testlar bor. Shuni bajarsak, bitta sertifikat beradi. Ko'rish tugmasini ustiga bosamiz. Hozirroq boshlang. Hop, videoni formatini 240 480 720 formatda ko'rishimiz mumkin. Videoni o'tkazib bo'lmaydi. Assalomu alaykum. So'zimni Dubay amirligi valiahd shahzodasi muhtaram Shayx Hamad bin Muhammad. Ana videoni o'tkazib bo'lmaydi. Videoni oxirigacha ko'rishimizga to'g'ri keladi. Kursda 20 ta materiali bor, oxirida testi bor, 19 ta videosi bor ekan. Shuni bittalab ko'rib chiqishga majburmiz. Va oxirida sertifikat olamiz. Birinchi videoni ko'rib oldik. Pitchga chiqdi. Keyingisi ham pitchga chiqib hammasini ko'rsak, keyin mana bu yerimiz 100% bo'ladi va keyingisiga o'tamiz. Bungacha keyingisi tugmasiga o'ta olmaymiz. 4 ta modul shu tarzda ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Bugungi videomiz ikkinchi qismini olamiz. Telefon orqali olamiz. Telefonni hozir kompyuterga ulab oldim. Samsung telefonlarida Samsung internet brauzer, Cook brauzer bor. Shu Cook brauzerida orqali videoni o'tkazib ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Home Studio deb yozamiz.
Login parol tugmasi foydalanuvchining kiritamiz. Kiramiz. Mana kurslarni ochib berdi. Ko'rish tugmasini ustiga bosamiz. Hozirroq boshlash. Mana boyagina bitta kurs ko'ruvdik. Ikkinchi kursni ochamiz. Telefondan o'tkazib bo'lmaydi. Mana shu chiqayotgan ko'k oynani kattalashtirish ustiga bosamiz. Kattani oyna ustiga bosdim. Mana videoni o'tkazsa bo'ladi. Orqaga qaytdi. Shunday qilib videoni o'tkazib, keyingi kurslarni o'qib tezroq o'qisak bo'ladi. To'rttala modulni o'qib tugatdik. Hozir kursni kompyuter orqali sertifikatni yuklab olamiz. Demak, boshladik. Buning uchun profil tugmasini ustiga bosamiz. 100% sertifikat chiqdi. Yuklab olish. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Brauzerdan biz foydalansak, Telegram orqali kod tezroq keladi. Hamda telefonimizdan Samsung Internet Explorer'da videoni o'tkazib ko'rsak bo'ladi. Bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Keyingi video darsgacha ko'rishguncha deb qolamiz.